Avvalambor assalomu alaykum hurmatli mehribon onajo'lar, opa-singillar, mana shu xonadonimizni aka-ukalari, qarindosh urug'lari hammalaringni bugun xush ko'rdik. Avvalambor hammalaringni bayraminglar bilan, bahor bayramlari bilan, yana bugungi bayramlar bilan, bugun birinchi aprel bo'lsa, bugun hazil kuni, lekin biz o'ylaymizki bugungi kunda, hazil kunda ko'pchiliklar bir-biriga hazil qilib, hazil ko'tarmaydiganlarga hazil qilishib, erlarga hazil qilishib, er-xotinlarga majalashib qo'shadi bugungi kunda. Shuning uchun bugun yaxshi kun bo'lsin. Bugungi tilaklarimiz, niyatlarimiz hammasi rost bo'lsin. Hech qachon yolg'on bo'lmasin. Shuning uchun ham sizlar bugungi xonadonimizga, mana shu to'yxonamizga yaxshi niyatlar bilan kelgan ekansizlar. Hammalaring niyatlaringiz xolis bo'lsin. Bugun akamiz, Sadajon akamiz bilan opalarimiz, To'lg'ani opalarimiz o'zlarining zo'riyotlariga to'y qilishayotgan ekan. Endi mana shu farzandlari to'ylandilarga niyat qilishgan bo'lsa, niyatlari yetsin. Sizlarga ham ko'p rahmat. Shunchalik hurmat qilgansizlarga kechamizni sizlarga bag'ishlangan o'tirishimizni ochiqlik e'lon qilamiz. Oldinga qo'yilgan barcha munosabatlar sizlar uchun muntazir. Uyatmasdan, tortmasdan olaverasizlar. Bir necha yillar avval sizlarga xizmat qilgan, bundan keyin ham Xudo xohlasa xizmat qiladigan, sizlarga tanish bo'lgan xonandamiz Tuzlan akamiz Kenjiy boshlig'idagi 7 sayyor ansambl bugun sizning xizmatingizda bo'lishadi. Navbatni mana shu san'atkorlaringizga berib, kechamizni chiroyli bir konsertlar bilan ochib e'lon qilamiz. Marhamat.
Gözümüzge dünyada adaklar yaşan, hayvanlar yaşan. Gözümüzge dünyada adaklar yaşan, hayvanlar yaşan. Adamlar yaşan.